Dostlar, men Amerikada mana bir fenli açılış yasadım. Tatar tili öğretirge kerak ekan bütün planetadagi kishilarga. Tatar tili tez öğreneler, tez anlay başlaylar. 3 kun mana qirg'iy o'rdakka 3 kun 10 minut vaqt o'tkazganmandir endi. O'rdak 3 kundan so'ng anlay boshladi meni tatarcha so'zlashganni. Mana 2 hafta o'tdi endi. O'rdak shu yerda. Hozir tatarcha so'zlasham. Ama bilan o'qmanda kela. O'rdak, sen qo'ya. Ey, do'stim. O'rdak. O'rdak, ana hozir kela. Mana tatarcha anglay 2 qatnashында shunday shap anglay. Agarda o'rdaklar so'zlasha bilsa, tatarcha so'zlashir. Hozir mana tatarcha aytam. Kela mening yonga sirazana, kela endi, kel munda, kel, ayda kel. Ayda do'stim, kel. Mana Amerika o'rdagi 2 qatnashında tatarcha anglay boshladi. Kishi balalarini öğretsang, kishi balalari shul 2 yildan endi tatarcha anglag'ina tugul so'zlasha boshlaydi, mana. Keldingmi? Abiyam keldi mana. Ayda oshiqali. To'xta. To'xta endi, to'xta. Mana. Mana shunday Amerikada o'rdaklar tatar tili bek kuchli ekan. O'rdaklarda anlag'ach Amerika o'rdagi 3 kundan anglay boshladi tatar tilini. Bütün planetada общий язык tatar tili bo'lirga tegish ekan. Hayvonlar da anglay, qushlar da anglay. Kishi тем более. Yari davay, do'stim. Ketdim men yana. Ayda kelindi. Kelindi. Tutturmay. Vaqroq meni qo'y. Ayda. Yarar ketdim men. Davay. Aşa, ayda. Aşa do'stim. Yana o'rdakdan o'rnak oling'iz. Tatar правительствоsi tatarcha öğretirge kerak balalarni. Davay do'stim, ketdim men, qaytam. Uyga meni ortdan barmayın deymi? Aşa. Davay.